Demak, mana bu Ilyosbekni hozir ko'rdik, tekshirdik. MCKT xulosalari bo'yicha ikkala buyrakda ham kengayish bor. Bizning tilimizda uretrogidronefroz deyiladi, ya'ni kosa jom tizimi hamda siydik naychalari kengaygan. Siydik naychalari o'rta qismigacha kengayib, bu tomon torayib ketyapti. Qo'g'uning o'lchami katta. Ko'p o'ziga peshob yig'yapti. Bu yoshdagi bolalarga qaraganda qovog'i obyomi 2 barobar ko'p. Bu nimadan dalolat beradi? Bu bolani o'sha siydik naylari bilan qovog'ini nerv tizim bilan ta'minlanishi buzilgan. Masalan, buni bizning tilimizda axalaziya deydi. Masalan, ichakda ham bo'ladi. Bunaqa bo'ladi, ko'pincha ich qotishga moyillan bo'ladi bolalar. Endi surishtirsangiz, balki ich qotayotgan bo'lishi ham mumkin bolani. Qotish bor. Endi buni sababi o'sha nerv tizimi yaxshi ishlamasligi natijasida o'sha nerv mushak kompleksi yaxshi rivojlanmagan. Demak, o'sha siydik me'yorida kelgan paytda siydik nayi qisqarib pastga qarab haydamaydi. Shuni oqibatida buyrak kosa jom tizimida siydik ushlanib qoladi. Tushuntira oldimmi? Masalan, kosa jomga siydik yig'ilgandan keyin uni mышцалari bor, muskullari bor. O'sha sirkulyar yoki radial mышцалар qisqarib, peshobi bo'lib siqib pastga haydash kerak. Shu ishlash mexanizmi buzilgan. Ma'lum bir siydik nayning ma'lum bir qismi keng, ma'lum bir qismi tor, ma'lum bir qismi keng, ma'lum bir qismi tor. MCKT qilganda ham ko'rgan bo'lsangiz, mana bunaqa bo'lib tushgan. Hamda qovog'i katta. O'sha qovoq yaxshi ishlamayotgan belgisi. Xo'p, buni qanaqa qilib davolanadi? Endi buni bir yaqqol preparatlar bilan davolash usuli yo'q. Bunda siydik yo'lida asoratlar kelib chiqishi mumkin. Doimiy ravishda siydik turib qolganligi hisobiga siydik yo'lida asoratlar rivojlanadi. Masalan, siydik yo'lida infeksiya bo'lishi mumkin. Bizlardan qiladigan ishimiz shu bolachani har yili 2 marta kamida tibbiy tekshiruv o'tkazishimiz kerak. Tibbiy tekshiruvda urol ko'rigi, siydik analizi, ultratovush tekshiruvi bo'ldi, boshqa shart emas. Oya qilgan MCKT tekshiruvlaringiz ancha yilga yetadi. Ma'lum bir uzoq yillardan keyin yana bir dinamikada ahvolni bilish uchun ko'rsa bo'ladi. Shu tekshiruvlar qilinadi. Endi qovog'ini faoliyatini yaxshilash uchun bolani o'z vaqtida siyishi talab qilinadi boladan. Masalan, esdan chiqarib siymay qo'yishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Masalan, ko'pincha ota-onalarga biz tavsiya qilamiz, budilnik rejimi degan rejim bor. Masalan, 8 da hojatxonaga borsa, keyin soat masalan 12 da, keyin soat 4 da, keyin kechqurun soat 8 da yotishdan oldin, uyqudan oldin avlatini bo'shanishi talab qilish kerak. Esdan chiqib qolib ketishi mumkin, qovog'ida siydik yig'ilsa, u buyrakka obratni refluks berib yoki siydik yo'llarda siydik ushlanib qolib, ertaga har xil siydik kasalliklari, siydik yo'llarida infeksiya paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Men hozir qovog'ini qisqarishini yaxshilaydigan muolajalar yozib beraman. Tabiiy fizioterapevtik muolajalar yozib beraman. O'shalarni olib turasizlar. 6 oyda bir marta olib kelsanglar ko'rib turamiz. Kirishdiki, lekin buyragi qurib qolmagan bolachani, ikkala buyragi ham ishlayapti, o'z vaqtida ishlayapti. Faqat endi ko'z qorachig'ida asrab turasizlar bo'ldi. Tushuntira oldimmi? Shu.